Bu videoni har bitta kalotka alishtirgan odam ko'rishi kerak. Shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa to'g'ri foydalanishi va to'g'ri kombinatsiyani sizlarga o'rgatib qo'yamiz. Shu kombinatsiyani to'liq qilsanglar, sizlar kalotkalar chiylamaydi va umri uzoq bo'ladi. Yengil kalotka qo'ygandan keyin nimalar qilish mumkin emas? Birinchisi, tez tormoz olish mumkin emas, chunki hali kalotka bilan oporni moslashmagan bo'ladi va chiylagan oqibatlar olib kelishi mumkin. Ikkinchisi, tez tormoz bosish mumkin emas. Nimaga desanglar, kalotka yarmi yilmay qoladi, umuman mumkin emas. Uchinchisi, katta skorostda 120, 150, 100 qilib tormoz tez olish vobshe mumkin emas. Nimaga desanglar, ular hotspot bo'lib qoladi. Hotspot degani kalotka va oporni kuyib qoladi. Uni nima qilish kerak? Birinchi eng to'g'ri qiladigan ishimiz to'g'ri obkatka. U 200-300 kilometrgacha bo'ladi. 200-300 kilometr ichida siz 60 tezlikdan 80 tezlikgacha 50-60% gacha tormoz pedalini bosasiz va birinchi qatlamni yedirib olamiz. 200-300 kilometr o'tgandan keyin bemalol tormozni xohlagancha bosib, bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Bundan keyin sizlarda oporni va kalotkadan umuman muammo bo'lmaydi. Chiylash, g'irillash, hid chiqishi, g'irillashi unaqa narsalar umuman bo'lmaydi. Faqat bizga bergan tavsiyani to'liq qilsanglar va to'g'ri obkatka qilsanglar, bunaqa muammolar sizlarda kuzatilmaydi.